Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ularning farzandlari. Bugungi mavzu juda muhim. 12 avgustdan boshlab pensiya va nafaqalar bo'yicha tartiblarda ayrim jarayonlar o'zgaradi. Va bu o'zgarishlar ko'pchilikning puliga, hujjatiga, bank kartasiga, ish stajiga, hatto vaqtida pensiya olishiga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aksincha, xato qilmaslik, navbatlarda sarson bo'lmaslik va o'z haqqingizni yo'qotmaslik uchun tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner ota-ona bo'lsa yoki yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim odamlar menga tegishli emas deb o'ylaydi. Keyin esa karta blok bo'ldi, hujjat yetishmadi, staj ko'rinmadi, qayta hisoblash kechikdi deb yugurib yuradi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga, mahalladan olingan ma'lumotnomaga, arxivdan keltirilgan staj tasdig'iga, bankdagi alohida murojaatlarga bog'liq edi. Pensioner biror o'zgarish bo'lsa, masalan yashash manzili o'zgarsa, karta almashtirilsa, pasport yangilansa, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilsa, o'zi borib pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilardi. Kimdir bilib borardi, kimdir bilmay yurardi. Natijada bir odamning pensiyasi to'g'ri hisoblangan, boshqasida esa eski ma'lumot qolib ketgan bo'lishi mumkin edi. Endi asosiy e'tibor ma'lumotlarni elektron tekshirishga, idoralararo almashinuvga, pensiya to'lovlarini aniq shaxsga bog'lashga va ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olishga qaratiladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat organlari sizdan har safar bir dasta qog'oz so'rash o'rniga imkon qadar ma'lumotni elektron bazalardan tekshiradi. Lekin bu yaxshi tomoni bilan birga muhim xavfni ham olib keladi. Agar bazada xato bo'lsa, sizning haqiqiy stajingiz ko'rinmasa, ism sharifda bitta harf adashgan bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Men bir narsani aniq aytaman. 2 avgustdan hamma pensionerning pensiyasi avtomatik ravishda 2 barobar oshadi degan gap yo'q. Bunday xabarlarga ishonib, aldanib qolmang. O'zgarishning mazmuni ko'proq tartib, hisob-kitob, tekshiruv, hujjatlarning elektron yuritilishi va to'lov intizomi bilan bog'liq. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u ortiqcha xavotir olmaydi. Kimning ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lsa, ana o'sha odam hozirdan tayyorgarlik ko'rish kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi muhim masala pensiya miqdori qanday shakllanadi? Pensiya odatda ish staji, ish haqi to'lagan badallar, mehnat faoliyati davrlari, ayrim imtiyozli davrlar va qonunda belgilangan qo'shimcha holatlarga qarab hisoblanadi. Agar siz o'tib yil ishlagan bo'lsangiz, lekin elektron bazada atik 12 yil ko'rinsa, sizning pensiya hisobingizda farq paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi o'zgarishlarning eng katta ta'siri aynan hujjatlari to'liq raqamlashtirilmagan fuqarolarga tegadi. Masalan, birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 14 yoshli aka 1935 yildan 2001 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2000 yildan 2025 yilgacha fermer xo'jaligida ishlagan. Zavod davri mehnat daftarchasida bor, lekin korxona yopilgan. Fermer xo'jaligida esa ayrim yillarda buyruqlar arxivga topshirilmagan. Elektron bazada faqat 2005 yildan keyingi yillar ko'rinadi. Agar bu inson hammasi davlatda bor deb o'tirsa, pensiya tayinlashda 15 yillik staj masalasi tortishuvga aylanishi mumkin. Shuning uchun bunday odam arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlarini oldindan yig'ish kerak. Ikkinchi misol. Yetim yoshli opa pensiyani bank kartasiga oladi. Kartaning muddati tugagan, lekin farzandi oylik tushaveradi deb e'tibor bermagan. Bank kartasi yangilanmasa yoki pensionerning shaxsiy ma'lumotlari bankdagi ma'lumot bilan mos kelmasa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin pulni olish cho'ziladi. Ayniqsa chekka hududlarda yashaydigan, bankka borishi qiyin bo'lgan pensionerlar kartaning amal qilish muddatini, telefon raqam ulanganligini, pasport ma'lumotlari yangilanganligini tekshirtirib qo'yish kerak. Uchinchi misol. Bir pensioner oldin naqd pul shaklida pensiya olgan, keyin karta orqali olishga o'tgan, lekin yashash manzili boshqa tumanga ko'chgan. Agar manzil ma'lumoti vaqtida yangilanmasa, ayrim xizmatlar eski hudud bo'yicha yurishi mumkin. Masalan, pensiya bo'yicha ariza, qayta hisoblash
ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha yordam masalasida chalkashlik yuzaga keladi. Shuning uchun ko'chib o'tganlar albatta ro'yxatdan o'tgan manzilini va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarni tekshirishi zarur. Kimlar alohida e'tibor berish kerak? Birinchidan, yaqinda pensiya yoshiga yetadiganlar. Erkaklar va ayollar pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Nega 6 oy oldin? Chunki arxidan javob olish, eski korxonani topish, sud orqali stajni tasdiqlash, ma'lumotlardagi xatoni tuzatish vaqt oladi. Pensiya yoshiga yetgan kuni borib, menga darrov tayinlab bering desangiz, hujjat yetishmasa jarayon cho'ziladi. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida yozuvlari tushunarsiz bo'lganlar. Ba'zi daftarchalarda muhr xira, sana noto'g'ri. Lavozim yozilmagan. Korxona nomi o'zgargan, bo'shatilganligi haqidagi buyruq raqami yo'q. Ular mayda tuyuladi, lekin pensiya hisobida katta ahamiyatga ega. Misol uchun 1 yillik staj yetishmasa, pensiya miqdori yoki pensiya tayinlash huquqi ta'sirlanishi mumkin. Agar daftarchada 1992 yil ishga qabul qilindi deb yozilib, lekin qachon bo'shadi degan yozuv bo'lmasa, mutaxassis qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Uchinchidan, chet elda ishlaganlar yoki hozir chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, ishonchnoma bank kartasidan foydalanish, to'lovni boshqa shaxs orqali olish kabi masalalar yuzaga keladi. Ishonchnoma muddati tugasa, farzandi pensiyani olib bera olmasligi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi, muddati aniq ko'rsatilishi. Bank va pensiya to'lovlari uchun vakolatlar to'g'ri yozilishi kerak. 4-dan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifada tibbiy mehnat ekspertizasi, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati, tibbiy xulosa kabi hujjatlar muhim. Agar qayta ko'rik vaqti o'tib ketsa, to'lov to'xtatilishi yoki kechikishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat, odam mening nogironligim bor-ku deb yuradi. Lekin hujjatda qayta ko'rik sanasi belgilangan bo'ladi. Ana shu sanani o'tkazib yuborsa, keyin pul tushmay qolganini ko'rib hayron bo'ladi. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, staj bo'yicha nizo bo'lmasa, nogironlik yoki qo'shimcha hujjatlarda muddati o'tgan joy bo'lmasa, sizga katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki bugun hammasi joyida bo'lsa ham, erta karta muddati tugashi, telefon raqam yo'qolishi yoki ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan pensioner bilmagan ortiqcha pul olgan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin ma'lumot kechikib kelgan yoki pensioner vafot etgan, lekin yaqinlari kartadan pul yetishda davom etgan yoki biror nafaqa olish huquqi tugagan, lekin to'lov yana 1-2 oy davom etgan. Elektron nazorat kuchaysa, bunday ortiqcha to'lovlar aniqlanishi mumkin va qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun men har doim aytaman, davlat berdi, demak olaveraman degan yondashuv xavfli. Agar pulning qonuniyligi bo'yicha shubha bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasidan tushuntirish oling. Ikkinchi nozik jihat karta boshqa odam qo'lida bo'lishi. Juda ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida bo'ladi. Agar bu pensionerning roziligi bilan oilaviy qulaylik uchun bo'lsa, hayotiy holat sifatida tushunish mumkin. Lekin huquqiy tomondan karta egasining shaxsiy to'lov vositasi hisoblanadi. Agar keyin oilada nizo chiqsa, pensioner men pulimni olmaganman desa, muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l, agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish, xarajatlarni ochiq yuritish, SMS xabarnomani pensioner yoki ishonchli odam telefoniga ulash. 3-nozik jihat. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Yangi ID karta olganlar, familiyasi o'zgarganlar, tug'ilgan sana bo'yicha hujjatlarda farq bo'lganlar alohida ehtiyot bo'lsin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Mohira deb yozilgan. Pasportda Karimova Mohiraxon bo'lsa, eski arxiv hujjatlarida otasining ismi boshqacha bo'lsa, buni mutaxassis tekshirish kerak bo'ladi. Bitta harf ham ba'zida hujjatni boshqa odamga tegishli deb ko'rsatishi mumkin. Shunday vaziyatda notarial tasdiq, arxiv ma'lumotnomasi, FHDYO ma'lumotlari yoki sud orqali aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. 4-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiya oladi va shu bilan birga ishlaydi. Bunda ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilishi, mehnat shartnomasi rasmiy bo'lishi, ish haqi hisobotlari elektron tizimlarda aks etishi muhim.
Agar odam norasmiy ishlasa, keyingi qayta hisoblashda yoki qo'shimcha huquqlarni isbotlashda bu davr hisobga olinmasligi mumkin. Masalan, pensioner 3 yil qorovul bo'lib ishlagan, lekin rasmiy shartnoma yo'q. Keyin shu yillarni ham qo'shib bering desa hujjat bo'lmasa qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat. Ayollar uchun bolaga qarash davrlari, dekret, oila sababli uzilishlar. Ko'p ayollar men uyda o'tirganman, demak stajim yo'q deb o'ylaydi. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda inobatga olinishi mumkin, lekin bu har doim avtomatik bo'lmaydi. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ish joyidan buyruqlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, ayol 25 yil ishlagan, 2 farzand ko'rgan, 3 yil tanaffus qilgan. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, ayrim davrlarni tasdiqlash osonroq bo'ladi. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, oldindan tiklash kerak. 6-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning puli. Pensioner vafot etgandan keyin yaqinlari ba'zan kartaga tushgan pulni yechib oladi. Bu juda xavfli. Qonuniy tartibda dafn puli, o'limay qolgan pensiya, meros masalalari bo'lishi mumkin. Lekin kartadan oddiy tarzda yechib olish keyinchalik talab va agar oilangizda shunday holat bo'lsa, eng to'g'risi pensiya jamg'armasiga va bankka murojaat qilib qonuniy tartibni so'rash. 7-nozik jihat firibgarlar. Har qanday islohot, har qanday yangilik paytida firibgarlar faollashadi. Uning 2 avgustdan pensiyangiz oshadi, plastik kartangizni tekshirib beramiz, SMS ga kodni ayting, mypoka.gov. O'z parolingizni yuboring, oldindan to'lov qiling degan gaplarga aslo ishonmang. Hech bir davlat organi sizdan telefon orqali bank karta paroli, SMS kod, PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir pensiyangizni oshirib beraman deb pul so'rasa, bu katta ehtimol bilan aldov. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, SNILS yoki shaxsiy identifikatsiya bilan bog'liq ma'lumotlar, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling, nusxa qildiring. Asl hujjatlarni hech kimga berib yubormang, faqat rasmiy idorada ko'rsating. Ikkinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha? Telefon raqam ulanganmi? SMS xabar keladimi? Karta bloklanmaganmi? Agar karta muddati tugashiga 52 oy qolgan bo'lsa, bankka boring va yangilash tartibini so'rang. Pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan ishonchnoma yoki uyga xizmat imkoniyati haqida so'rash mumkin. Har bir bankda tartib farq qilishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan yurmaslik kerak. 3-qadam: pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki imkon bo'lsa elektron xizmatlardan foydalaning. Mening pensiya ishimda pasport ma'lumotlarim to'g'rimi? Yashash manzilim to'g'rimi? To'lov shaklim to'g'rimi? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak deb aniq savollar bering. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, mening stajim bo'yicha dastlabki tekshiruv qiling. Qaysi yillar tasdiqlanmagan deb so'rang. 4-qadam: ish stajini oldindan tiklang. Eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada korxona nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, taxminiy buyruq sanalarini yozing. Masalan, men 1999 yildan 1997 yilgacha falon zavodda tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ishga qabul qilinganligim va bo'shatilganligim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini ko'rsating. Arxiv javobi vaqt oladi, shuning uchun kechiktirmang. 5-qadam: hujjatlarda ism sharif farqi bo'lsa tuzating. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va pasportdagi ma'lumotlarni solishtiring. Agar o'g'li bir joyda bor, bir joyda yo'q, familiya eski va yangi ko'rinishda yozilgan, tug'ilgan sana bir kun farq qilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. FHDYO notarius yoki sud orqali qanday tartibda tuzatish kerakligini so'rang. Bu ayniqsa pensiyaga yangi chiqayotganlarga juda muhim. 6-qadam: ishonchnomalarni tekshiring. Agar pensionerning puli farzandi, qarindoshi yoki boshqa vakil orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganmi? Unda aynan pensiya va bank amaliyotlarini bajarish vakolati yozilganmi? Tekshiring. Umumiy ishonchnoma har doim yetarli bo'lavermaydi. Bank alohida talab qo'yishi mumkin. Shuning uchun notariusga borayotganda pensiya to'lovlarini olish, bank kartasini yangilash, hisob varaq bo'yicha amaliyotlar qilish vakolati kerak deb aniq ayting. 7-qadam:
nogironlik yoki nafaqa hujjatlarini nazorat qiling. Qayta ko'rik sanasi qachon? Tibbiy xulosa muddati tugamaganmi? Dori-darmon, reabilitatsiya, parvarish bo'yicha qo'shimcha huquqlar bo'lsa, ularning hujjati bormi? Agar sanani o'tkazib yuborsangiz, keyin nega pul tushmadi degan savol bilan yugurasiz. Telefoningizda eslatma qo'ying. Farzandingizga ayting, qog'ozga yozib muzlatgichga yopishtirib qo'ying, lekin nazoratsiz qoldirmang. 8-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, amal qilish muddatini, orqa tarafdagi kodni, SMS kodini aytmang. Pensiya oshirish uchun anketa to'ldiramiz deb havola yuborishsa, bosmang. Rasmiy ma'lumotni faqat pensiya jamg'armasi, bank, Mypoy-Kubuz yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, mahalladagi ijtimoiy xodimdan yoki huquqiy maslahatchidan so'rang. 9-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ko'pchilik idoraga boradi, og'zaki aytadi, keyin javob bo'lmaydi. Yaxshisi yozma ariza qoldiring. Ariza ism-sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va iltimosingizni aniq yozing. Masalan, mening 1998 yillardagi ish stajim pensiya hisobimda aks etmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrni tekshirib, zarur hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. 10-qadam, oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying. Pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularning hujjatini bir marta tekshirib qo'ying. Karta muddati, telefon raqam, pasport, nogironlik hujjati, staj hujjatlari, ishonchnoma hammasi tartibdami? Bu bir kunlik ish bo'lishi mumkin. Lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar firibgarlarga ko'proq ishonib qolishi mumkin. Ularni ogohlantiring. Demak, 13 avgustdan boshlab eng muhim narsa shuki, pensiya tizimida tartib. Elektron tekshiruv, ma'lumotlarning mosligi va to'lovlarning qonuniyligi yanada muhim bo'ladi. Bu hamma uchun yomon yangilik emas. Hujjatlar joyida bo'lgan pensionerlar odatdagidek pensiyasini olaveradi. Lekin staji to'liq tasdiqlanmagan, kartasi eskirgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, ishonchnomasi tugagan, nogironlik qayta ko'rigiga yaqinlashgan yoki hujjatlarda ism-sharif farqi bor fuqarolar hoziroq harakat qilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, kartangiz muddatini ko'ring, pensiya jamg'armasidan ma'lumotingizni aniqlang, kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Bir kun vaqt sarflasangiz, oylar davom etadigan sarsonlikdan qutulasiz. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday o'zgarishlar sezilyapti? Karta, staj qayta hisoblash yoki hujjat masalasida muammoga duch kelganmisiz? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini himoya qiladi.